Bismillahirrohmanirrohim. Bugun Toshkentga kelganimning ikkinchi kuni. Reklama olishga start beraman yana. Chunki menga hozir bu mablag' menga kerak. Keyin qishloqdan ancha-muncha pullar yig'ib kelganman. Dadasiga ko'p og'irligimni tashlamasdan bo'lsa ham shu davolarni chiqib ketishni istaganim uchunmi? Men bir kunga kelib ketamiz deb o'yladim. Doktor natijalari analizda surilib yana 2 kunga qoladigan bo'ldik Toshkentga. Shuning uchun Toshkentga umuman pul yetkazib bo'lmay ekan. Shu haftani ichiga postni 200 ming so'mga, storiesni 100 ming so'mga qo'yib beraman. Auditoriya prosmotrlarim juda ham yaxshi. Obma Toshkentga musofir yurtga mana shunday reklamalarga inshaalloh qarab qolamiz. Boshqa ish qilmayman, Toshkentga chiqib salat sota olmayman, chakki sota olmayman. Sizlardan men challenge e'lon qildim. Menga bir o'yladim, to'g'ri menga 5 mingmi, hamma qo'ldan kelgancha pul yordam tashlab turinglar. Hamma shunaqa challenge e'lon qiladi-ku blogerlar. Mana shunaqa e'lon qilsammi dedim, o'ylab ko'rdim, yo'q, bu menga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun reklama bermoqchiman, reklama qildirmoqchi bo'lgan insonlarga aloqaga chiqsangiz, inshaalloh kanal shapkasiga silka qoldirilgan, o'sha silka orqali gaplashamiz.